Hammaga salom. Bugun juma kuni uchun obzorni qisqagina ko'rib o'tamiz. Birinchi o'rinda har doim biz kunlik analizlardan natijalar bilan bo'lishib o'tamiz. Xo'p, birinchi o'rinda berilgan analiz bu SP500 bo'ladi, ya'ni bu indeks analizi. Bundan tashqari yevro dollar analizlarini hammasini berib borganmiz. Kanalda oldindan beriladi analizlar, xuddi shu kabi Bitcoin analizini ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu zonadan o'sha kirish bo'lganida beriladi. Ya'ni tasdiq kuting degan narsa emas. O'sha bu yerda aniq vaqtda bo'lib turgan bozordan birdaniga signal qilib beriladi. Xo'p, endi SP500 ham keladigan bo'lsak, kechani o'zida anchagina punkt tashlab bergan. 540 pips o'sha impuls bo'lgan. Oltinda ham analizini berganmiz. Ayni vaqtda bu har xil obzor uchun birdaniga joy-joyida ko'rib, shogirdlar bilan analiz bilan yo'ldan qo'shilish joylarini o'zlarining kanallarida berib boraman. Va yangiliklarda ham fundamental analizlar bo'ladi. Mana yangilik berilgan vaqt 16:34 va bozorda mana o'sha vaqtdagi holat 16:34. Xuddi mana shu kanalda ssilkasini faqatgina bugun kechqurungacha linkni qoldiraman. Privet kanalga o'tib obuna bo'lganlar o'tib qoladi. Natijalar va analizlarni doim bozordan oldin berib boriladi. Xudo xolasa sizlarda ham natija zo'r bo'ladi. Obzorni oxirigacha ko'rsanglar, albatta zo'r foydali bo'ladi. Xo'p, oltin uchun global tendensiya yuqoriga yo'nalgan. Buning asosiy sababi bozorda 4 soatlik, 2 soatlik va har bir time frame trendi yuqoriga, ya'ni down trend tugadi hozirgi holat uchun. Endi bu nimadan atkat oldi deydigan bo'lsanglar, bu haftalik va kunlik FVGlardan juda ham kuchli impuls olgan, mana ko'rib turibsizlar. Bozorda juda ham burilish zo'r bo'lgan. Bu degani sizlar haftalik FVGdan atkat kutyapsizlarmi? U yerda kamida 2 kun yo 3 kun qolish aniq edi. Xo'p, 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsanglar, ancha vaqtdan beri hosil bo'lib kelgan trendini bir vaqtda yorib qo'ydi. Xo'p, trend bo'yicha agar savollar yo qanaqadir fikringiz bo'lsa, 3-darsni o'tib ko'rsanglar, opisaniyada qoldiraman. Yaxshi ma'lumotlar beriladi. Xo'p, bugun fond dollar analizini qisqacha ko'rib o'tamiz. Xo'p, 4 soatlik trendni kuzatadigan bo'lsak, bizda globalniy o'sha bozor oqish jarayoni ketyapti. Ya'ni bizda har bir g'oya sellga bo'lgani ancha foydali bo'ladi. Kunlik trendga olsanglar ham har bir kunni minimumini yechib davom etmoqda. Endi kunlikdan tashqari haftalik trendni ham oladigan bo'lsanglar, bular har biri trendni yangilab kelavergan. Shu sababli sizlarda hozir g'oyani sellga burishinglarni fond dollar uchun tavsiya qilaman. Xo'p, kunlik haftalikka oladigan bo'lsanglar, ayni holatda bozor tendensiyasi to'liq burilgan. Xo'p, yaxshigina bozorda fokusni buraman deganlar uchun entrylar bor, 1 soatlik time frame da bergan va sizlar uchun eng yaxshi zona bu sell, ya'ni short instrumentini qo'yamiz. Sellga kirish uchun yaxshi pozitsiya hozirda bor. Qayergacha deydigan bo'lsanglar, bu haftalik time frame da ancha yaxshi ko'ringan. Xo'p, men premium akkaunt ishlatmayman. Buning asosiy sababi faqatgina oltinda ishlaganim. Menga boshqa instrument keragi yo'q. Manzilimiz shu yerda, ya'ni eng kuchli impuls va order blokgacha bo'lgan masofani olyapman. Bu bizga qancha masofa borishidan qat'iy nazar stop lossimiz shu yerda. Entry qilishimiz kerak bo'lgan joy taqsimlab shu yerga lotlaringlarni qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni mana shu zonani ichidan to'liq kirish amalga oshirish mumkin. Xo'p, bozordan entry qiladigan vaqtlarimizda har doim e'tibor qiladigan narsalar bo'lsin, bu trend. Ya'ni 5 va 15 minutlik time frame agar u zonaga bormasdan turib yorib qo'ysa, albatta u yerdan ertaroq burilishi mumkin. Mana hozirgi holatda ham qisman erta burilib turibdi ayni vaqtda. Faqatgina bitta sabab qoldi. Soat hozir 11:14 bo'ladigan bo'lsa, 40 daqiqalardan keyin bozorning holatidan kelib chiqib entry qilinglar. Bu bizani qisqa fokusdagi analizimiz bo'ladi. Fond dollar uchun short analizi. Har bir kelish nuqtasiga save'ni unutib qo'ymanglar. Order blok bilan anchagina bozor yurib berishi kerak. Xo'p, bu fond bilan dollar analizi edi, kechirasizlar.
Xo'p, endi bundan tashqari Bitcoin analizini ancha oldin bergandim va yo'nalishimni har doimgidek yo'nalishimni sellga olganman. Chunki har qanday holatda analizga jahon xalqaro liderlari maqtagan narsa odatda padeniya bo'ladi. Kecha, undan oldin va boshqa kunlari ham har kuni Bitcoinni maqtab kelishmoqda. Men shu sabab sell qidiraveraman. Ular maqtaganda aslida short, ya'ni ular sotishni boshlagan bo'ladi. Oddiy insonlarni massiviy psixologiyasini o'zgartirib, ularni sotib olishga majbur qilib, o'zlari qimmatroq narxga ko'tarib olib turib, sotishda o'zini statusidan foydalanadi. Kechagi bergan analizni o'zida ham anchagina punkt ushalgan, birinchi take profit olingan. Men mana bunaqa qilib take profitlarni belgilab qo'yaman. Xo'p, birinchi take profitni o'zida shu yerdan olingan 110, 109, 500 atrofidan 833 pipsda biza birinchi take profitni olganmiz. Bez minus joyidan berilgan g'oya joyidan kirilgan. Ya'ni bizadagi analizda Bitcoin uchun short bo'lgan, SP500 uchun ham short bo'lgan, hammasi uchun sell bo'lgan. Mana Bitcoin. Men Bitcoinda savdo qilmayman, lekin ko'pchilikni avvaldan qoldirib kelayotgan kommentariyalari o'sha insonlarning talabidan kelib chiqib, hammasini analizda ko'rib o'tamiz. Xo'p, bo'lmasam bugun yana bitta qaramiz, USD yenani ko'rib o'tamiz. Kunlik trend to'liq yuqoriga. Umuman atkat yo'q. Eng kuchli zonamiz hozir bu kunlikdagi maksimum bo'lib turibdi. Bu RBS eng kuchli zonasi, ya'ni RBS bu eng kuchli SNR uchun zona bo'ladi. Yana bitta kommentariy berib o'tib ketaman. USD yena, funt yenada aniq narxni yorib o'tib ketganida, qaytib kelganida mana hozir 153 narx, aniq narx shuni yorib o'tib ketib yopilgan bozor. Mana shu narxda juda ham kuchli yana qaytib kelganida impuls bo'ladi. Bu degani men hozir 153 narxdan yana ham yuqoriga nisbatan bay kutaman. Xo'p, USD yana analizini ham qisqacha ko'rib o'tib ketamiz. 4 soatlikka va 1 soatlikka o'tib borsa, o'zi avtomatik stop lossini va take profitini ham o'zi o'lchab qo'yadi. Eng kuchli zonamiz, xo'p, qaysi sessiyada hosil bo'lganini ham bitta ko'rib o'tamiz. Xo'p, bizda Lux Algo sessiyani qo'shadigan bo'lsak, ko'ramiz qaysi biri qaysi sessiyada ekan. 1 soatlikka o'tamiz. Eng kuchli narx darajasi bu yerda qaysi narxga to'g'ri kelgan, qaysi sessiyaga to'g'ri kelgan. Mana bizda soati bilan o'zingiz ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p, bu soat kechqurungi o'zi sessiya tugaydigan vaqt bo'lgan. Ya'ni bu vaqtida BDH bo'lgan, ya'ni kunning eng maksimum bo'lgan. Va e'tibor qilgan bo'lsanglar, bu 155 narx atrofida eng kuchli narx bu yenalarda 00 narxlar bo'ladi. 155, 156, 158 bular aniq narx darajasi bo'lgani uchun bozorda eng kuchli diapazonlar bo'ladi. Ya'ni bitimni o'sha yerga nisbatan saqlasanglar, sizlarga take profitni urib berish ehtimolligi oshadi. Qo'shilish uchun imkoniyat berilgan, FOVga bergan maksimumni yetishida stop loss MTF bilan kirib borganimizda yana qisqaryapti. Mana kirib keldik. Bizda 153 narx atrofidan 153, 150 bilan kirish narxi deb qarashimiz mumkin. Save qilishni unutmanglar. Bu yerda yaxshigina punkt yozibdi. 199, hattoki 200 punktdan pipsan deb qarasak bo'ladi. Xo'p, USD yana funt dollar analizlarini ko'rib chiqdik. Bitcoin analizini ko'rdik. Funt dollardan keyin yevro dollar analizi berilgan global tahlilda. Bu ham juda ham katta sellda. 4 soatlik trend olsanglar ham, 1 soatlik trend olsanglar ham har biri sellda. Sabab nimaga? Bu Yevropani neftga bo'lgan talabini o'zgarishidan, fundamental sabablardan eng kattasi mana shu edi. Hozir qishga tayyorgarlik boshlashga ayni mana shu sabab ham bir muncha vaqt endi funt dollar va yevro dollarda qadrsizlanish kuzatiladi. Chunki har qanday holatda ham aholini iste'moli uchun kerakli qishga tayyorgarlik uchun g'amlash jarayonlarini boshlash kerak. Ular 18 noyabr va 20 noyabr o'rtalarida
qishga necha tonna neft va gaz qanaqa g'amlandi, ekologik yoqilg'ilar qanaqa g'amlandi, bular taqdim qilinishi kerak. Xo'p, endi bugun bozorga ta'sir qiladigan yangiliklardan eng kattalarini ko'rib chiqsak. Xo'p, funt uchun bor ekan 39 minut, bu 12:00 da bo'ladi. Xo'p, endi VVP rubl yo'q, bu kerak yo'q. Bugun texnik bozor uchun juda ham zo'r holat. Bittagina yevroda 15:00 da yangilik bor xolos. Bu degani yana ham hali tek profitlarimiz davom etadi. Birinchi tek profitni o'zida 28 pips, ikkinchi tek profitimizda 70, uchinchisida 120 atrofida va 171, undan keyin eng minimum SSL ya'ni likvid yechilishiga 219 pips bizani kutib turibdi. Endi oltinni ko'rib o'tadigan bo'lsak, oltinda global tahlil qilganinglarda ham har qanday holatda buy izlaylar toki bizada 2255 dagi minimumdagi FVG ni yechmaguniga qadar har qanday holatda sell izlashdan to'xtamanglar. Bizada hozir texnik jihatdan shu ro'zidan buy bor. Esdan chiqarmaylik. Bu yerdagi buylar maksimumgacha bo'lishini men kutyapman. Bu yo'lda trendlardan kelib chiqib o'zgarishi mumkin. Hozir ham kirish 3987, 90, 4000 zonalar bilan buy. Sell nuqtalar birinchisi 4046 da. Buni berilgan analizda ham ko'rsatganman. 4086 narxida 1 soatlikka olib turib, yana ham ichki time frame bilan tek profitlarni o'lchaydigan bo'lsa, eng yaxshi order bloklar 4114 va yana ham eng oxirgi chiqish bo'ladigan joyi bu 4151 va 55 narxlari bo'ladi. Oltin uchun qisman hozircha buyda turganingiz ma'qul. Bugungi yangiliklarni dollarda ko'tarilayotgani oltinga bog'lamay turinglar, chunki shutdown holatida dollarda oltinga nisbatan ta'siri juda kam bo'ladi. Tarixda ilk bor 30 kundan oshyapti. Davlatlarning boshqaruv tizimidagi tanaffusi 30 kundan oshyapti. Bu degani tez orada juda katta krizis ma'lumotlari ham oshkor qilinishi mumkin. Ya'ni oltin yana 6010, 4800, 4850 narxlarda o'zini range narxlarini qoplashi mumkin. Kanalda kerakli silkalarni qoldiraman, faqatgina bugun yarim o'sha soat 12:00 gacha linklarni qoldiraman. Obuna bo'lib olinglar, broker linklarini ham qoldiraman. Ro'yxatdan o'tgan har bir odamni alohida kanalimga qo'shib qo'yaman. Kuningiz yaxshi o'tsa, analizdan foydalanib, trendda hosil bo'lib tasdiq berishini kutinglar. Sog' salomat bo'linglar.